Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga yana bitta foydali va kerakli bo'lgan bitta ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, video roligimizni ko'rib tomosha qiling, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib hech chiqarmang. Xullas, Tracker 2 avtomobilni olib kelishdi. Bu avtomobilimizga 4 tala eshigiga pirillab qo'ygan ekan kolonkalar, pishgan ekan zavodskoy. 4 tala eshigiga gers uстановka qilinadi. Oldiga nima filtri bor ekan, orqasiga beshalkasi o'zida bo'lgan kolonkani uстановка qilib va subwooferimizni ham qo'yib beramiz. Tracker 2 ga qanaqa tartibda uстановка qilinishini va natijasi qanaqa bo'lishligini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotni olasiz do'stlar. Xullas, endi bu tomonda o'rnatiladigan narsalarimiz. Mana katta kolonka korobkadagi gersni oldiga, kichkina korobkadagi kolonkamizni avatarni orqa tomoniga qo'yamiz. Subwooferni qo'yib beramiz, podstavkalarni qo'yib beramiz. U setrda kelishgan holatda qo'ymaydigan bo'ldik, sababi shularni kattaroqligi uchun uni qo'ymadik. Atak o'zi ham cho'tki holatda chiqaryapti. Endi sizlarga ish jarayonini bir boshdan ko'rsatib chiqaman do'stlar. Xo'p, uстановkani boshlashdan oldin albatta kolonkani o'ziga simlar, plus-minus simlariga payat qilib olsalaring yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni ko'chib ketish ehtimoli juda ham kamayadi. Mana shu yerda bitta narsani ko'rsatib ketaman sizlarga. Buni plus-minusini yozmagan buni. Hozir mana faqat 1-2 deyilgan xolos. Buni plus-minusini ajratish uchun ushlab turing. Bundaqa batareya olasizlar mana. Batareya olib kolonkaga ulaysizlar. Xo'p, mana past tomoni bizda plus, tepa tomoni minus bo'ladi. Kolonkani oldini ko'rsatib turib, betini. Mana shu kolonka mana qarab turinglar betiga. Yondan ko'rsatgan, yondan. Mana oldiga itarsa plus-minus to'g'ri bo'ladi. Ichkariga tortsa, mana ichkariga tortyapti hozir. Bunda teskari bo'ladi. Shunda bizda mana oldi tomoni mana hozir mana oldiga itaramiz. Mana oldiga chiqaryapti kolonkani. Mana shu oldiga chiqarganda baqa yo'q. Mana bu tomon mana plus bo'lyapti mana. Bes palasa tomon. Buni ko'rsat. Mana kolonkaga yozib qo'ygan plus-minusni, bunga yozmagan ekan radnoyga. O'shani hisobiga o'tdi, mana shu tartibda bir bosalaring 100% to'g'rilanadi. Xo'p do'stlar, orqadagi ikkala eshikka ham kolonkani uстановкасini qilib oldik. Mana shunaqangi tartibda o'rnaydi. Plus-minus qanaqa qilib ajratishni ko'rsatdim sizlarga radnoy kolonkadan. Endi oldi tomoniga uстановка qilishni ko'rsataman do'stlar. Mana akalar, ikkita oldi eshikka o'rnatiladigan gers kolonkamiz. Buni oxirida hisob-kitoblarni aytaman sizlarga qanaqa bo'lishligini. Bu gers kolonkamizni $50 dan olishibdi. Ya'ni $50 ga mana shu komplektda. Oddiyrog'i o'rtasi uchligi $30, $35 optimda narxlarda endi. Hozir buni oldi eshigiga o'rnatamiz. Albatta podstavka orqali peshalkalarni va narigi to'rtburchak filtrlarni ham o'rnatib qo'yamiz. Hozir qanaqa tartibda o'rnatilishini ham ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana buni ham payat qilib oldik, gers kolonkamizni ham. O'zini ishtaga qiladigan bo'lsak, suv tegib qolishi mumkin yoki chiqib ketib qolishi mumkin, gumbur-gumbur qilganda, shuning uchun payat qilib olganmiz. Endi mana bu tomonda ulanadigan joyi bor. Filtrini sal kuchaytirib berib qo'yaman, hatto filtr vazifasini bajaradi. Kirish plus-minus. Palasaligi minus, bes palasa plus bo'ladi. O'rtadagisi katta kolonkaga chiqib ketishi. Chap tomondagisi peshalkaga chiqib ketishi do'stlar. Mana ushlab turgan simim o'rta kolonkani simi va mana chap tomonda ikkita sim peshalkani mana shu burchak tomoniga o'rnatib beramiz. Ya'ni ko'rinib tursa dekoratsionni va chiroyli holatda chiqadi. Hozir kolonkamizni qotirib oldik va buni mana buni teshib olganmiz. Mana shu ichki tomoniga vatim o'rab turib, suv kirmaydigan qilib, ovoz chiqmaydigan qilib qotiramiz. Mana hozir o'ranish jarayonini ichki tomonini ko'rsataman sizlarga. Ichki tomoniga vatim o'raganmiz, ovoz chiqmasligi uchun. Ustki tomoniga salafan qilib turib, qalin qilib skotch qilib tashlanadi. Bunga umuman suv kirmaydi do'stlar. Oldin olish maqsadida shuna tartibda qilinadi. Mana ko'rdilaring, o'rnatib qo'ydik joyiga, zajinni cho'tki qilib, simlarni akkuratli qilib olib kelib turib, tepa tomoniga peshalkaga tayinlab qo'yganmiz buni. Peshalkasini ko'rinadigan joyga qo'yamiz, sababi chiroyli chiqishligi kerak. Hozir peshalkani ko'rsataman sizlarga. Uni ham teshib tayinlab olganmiz. Mana do'stlar, peshalkamizni ikkalasini ham teshib tayyor holatda qilib oldik. Mana shu holatda o'rnatiladi. Endi oldi tomondagi kolonkani simidan plus-minus olib chiqib olasizlar mana. Men endi eshikni shtakerdan chiqardim, osonroq bo'lganligi uchun kolonkani oldidan chiqarmadik. Oldi tomondan chiqarib olamiz. Buni ham hozir ko'rsataman nimaga qo'yilishligini. Mana shu qo'limdagi narsa subwooferga chiqish bo'ladi. Oldi kolonkanikidan olganmiz biz subwooferga. Qizil ikkita qizil simni plusiga, ikkita oq simni massasi yo'lab ketasizlar. Mana bu shtakerdan mana
qizil tomoni, mana shu tomoni minus bo'ladi. Jigarning ko'k polasi, ko'kni o'zi massa bo'ladi. Bizda mana palasaligi massa, bez palasaligi qizil sim plus bo'ladi. Subwooferimizga mana turpan kabelimizni ochamiz-da, akkuratni qilib ochib, tortib olib ketamiz. Subwooferni qanaqa qo'yishni ko'rsataman sizlarga. Buni ichida bizga plusi, minusi, remont kontrol, yoqib o'chirib beradigan simi bor va DVD kabel deymiz. Mana shunaqa ikkitalik buyruq jo'natuvchi kabellarimiz bor. Ochib ko'rsataman sizlarga. Ochish nimaroq bo'ldi? Charchaganmiz juda. Bugun ishlar ko'p bo'lganligi uchun hozir ochib ko'rsataman sizlarga. Buni qanaqa tartibda qo'yilishini ko'rsataman. Buni uy sharoitida qilib olsangiz bo'ladi. Faqat texnikani sal tushunsangiz, ozgina instrumentingiz bo'lsa bo'ldi. Xo'sh do'stlar, mana plusni prямой holatda ulab, через предохранитель orqali kabellarni bir chekkali qilib zajimlab, tepa tomondan kichkinagina teshib olib ketganmiz prямой plusini, subwoofernikini. Hozir ichki qismini ko'rsataman sizlarga. Bu qiyin narsa emas. Atak usurovka qilsa bo'ladi. Simlarni mana shu holatda zajimlab, o'zini родной prixvatkalarni ichidan olib o'tib, har bittasini zajimlangan, sochilib ketmasligi uchun DVD shtekerlarimiz ulangan, ikkitali AUX shtekerlarimiz. Tepa tomonida ключатор qo'yamiz bu kanxi kanloga. Albatta через zamon orqali bo'ladi. Buni subwooferda mana shu yon tomoniga plusi, o'rtada remont kontrol, o'ng tomondagi oxirgi qora simimiz minus bo'ladi va o'ng tomonda ikkita kabelimiz, oldi kolonkani simidan olib chiqqan AUX kabelimizga ulanadi. Ortiqcha simda mana shu tag tomoniga qo'yib berasizlar. Buni tepaga olib chiqish shart emas. Buni subwooferdan qotiramiz. Mana hozir massamizni pastki tomoniga bitta kuzatni yaxshi joyga ulab qo'yamiz va mana ключаторimizni qo'yilgan holati yon tomoniga DVD kabelimizni, ya'ni AUX kabelimizni vatemurab qo'yib qo'yganmiz ovoz chiqarmasligi uchun. Hozir subwooferimizni qotirib qo'yamiz do'stlar mana. Ikki tomoniga planka qo'yib, samareza qotirib qo'yilgan. Bu aqa-baqa yurib ketmasligi uchun va yon tomonda ozgina zazor qilib qo'yganmiz, sababi regulirovka holatini osonroq qilishlik uchun. Xullas do'stlar, qilgan ishimiz tayyor bo'ldi. Kolonkalarni ko'rdinglar, qanaqa tartibda qo'yilishini, subwooferda qanaqa tartibda qo'yilishini va qaysi tomonga qo'yilishini ko'rsatdik sizlarga. Xo'p, itogosini hisoblab beradigan bo'lsak, $50 ga olishdi oldidagi kolonkani, orqadagi avatar kolonkani $45-40 ga olishgan. Например, tulpan kabelda 150 ming so'mga olishibdi. Subwooferda 800 ming so'mga olishibdi. Bizning xizmat haqimiz общий полный установкasi 600 ming so'm bo'ldi. Xo'p do'stlar, bu narsani natijasini o'zingiz quloqingiz bilan eshitib ko'rmaguningizcha farqini bilib bo'lmaydi. Sababi subwoofer basti zo'r chiqarganligi uchun telefonda zapisi sal g'alatiroq zapis qilib qo'yibdi. Shunga nimasini qo'yib beraman, effektini sizlarga. Atak ishlash holati juda ham zo'r holatda bo'ldi. Ключаторlargacha qo'yib qo'yganmiz. Kerak emas vaqtida o'chirib qo'ysangiz bo'laveradi. Subwooferda o'rnagan joylarini ham ko'rdinglar, juda ham akkuratno, kulturni holatda bo'ldi. Agar sizlarda ham shunaqangi narsa uстановка qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqangi tartibda o'rnatsangiz bo'ladi. Bu oddiy, sodda va garantiyalik yaxshi usuli. Bunga hech qanaqadagi ortiqcha muammo kerak emas. Radioblogda ochib, tunim so'roq qilish shart emas. Mana shu holatda обычный установка qilib qo'ysangiz bo'ladi. Вообще maza qilib ishlasiz. Xullas do'stlar, videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va videorolikimiz uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.